Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiya yoki bugünkü vaziyetimiz haqida to'xtalamiz. Vatandaşlarım, bugungi islog'i 2025-yil 4-oyning 17-kuni haftaga payshanba vatandaş. Bugun vaziyatdan aytsak bir jumla masalan Lavrnis Twitter torbeti Lavrnis efendi özünün koygan mavzuları ve sözlüğün şerhileri asaslansanız Amerika Qo'shma Shtatları Kengash palatasının vakillar ümigi Tayvanga yurish qilib yoki Tayvanga safar qilib yurish emas, Tayvanga safar qilib ziyorat uchun yo'lga chiqibdi. Buningga Lavrnisning qo'ygan savoli bu safar yana Tayvanga yetib berish bilan suhbatlashadigan mavzu savdo suhbatimi va yoki Amerika Qo'shma Shtatlari bilan diplomatik munosabat o'rnatish suhbatimi deb savol qo'yibdi. Vatandash o'zi ish bermabdi. Hammaning qo'ygan savoli shu so'zning mavzularimiz shu. Uni fikrda Amerika Qo'shma Shtatlaridan hozir diplomatiya jihati Tayvan bilan diplomatik munosabat o'rnatish qadami tezlashdi degan yakunni chiqaribdi vatandash. Hamda suhbat vakillar umigi suhbatdan keyin qanday fikrlar o'tirg'i chiqdi shu vaqtda ko'rishimiz. Ikkinchi bir masala nima deganda vatandash hozir endi Amerika Qo'shma Shtatlari ekranda masalan avval boshlaydi ekranda Amerika'nın bombardmanchi aeroplani Yaponiyaga yetib keldi. Jungo Kompartiyasining boshlig'i oldiga yetib keldi. Asli mavzu Prezident Donald Trumpning maxfiy qizil chizig'i oshkor bo'ldi. Amerika jungo o'tirishga urushga munosabatlik Amerikada yuqori qatlamda qonun chiqarish, o'zgartirish Jungo Kompartiyasining jenini elish Xi Jinping qo'rqa esh oxiri shunday fikr va mavzuda o'tirg'i chiqdi. Umid sadosi 4-oyning 17-kuni YouTube. Bu yerda gap hozir Tayvanga munosabatli qoldi. Buni sababi nima desangiz, hozir 3 xil fikr yetib keldi. Shu xil fikrdan avval Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trumpning so'zini misolga olaylik. Masalan, 3 qatim shunday dedi. Prezident Donald Trump vazifa o'tayotgan chog'da Jungoning Tayvanga hujum qilishi mumkin emas deyildi. Prezident Trump ham shunday dedi. 3 qatimdek vatandash. Endi hozir yetib kelgan fikrlarda biri 9-oyda Jungo Tayvanga hujum qiladi deyildi vatandash. Yana birisida 10-oyda Tayvanga hujum qiladi deyildi. Masalan 9-oyda Tayvanga hujum qiladi degan fikrni ilgari surgan video film ishlash Torbetiya kanali Jin Guandian bir ayol kishi o'ttir, yoshli ayol kishi. O kishi bu o'zining torbetiga Shanghaylik, ya'ni Hong Konglik Yuan Gongyi Hong Konglik o'tganini sizlarga aytgandim. Men bu kishi ham savdogar, ham siyosatga aralashadigan asli Shanghay Hong Konglik odam. Hozir Amerikada yashayotdi degan edim. Men shu kishini fikrga so'zga taklif qilibdi. O kishi so'zlagan so'zida bergan fikrda Jungo Kompartiyasi 9-oy ichida Tayvanga hujum qilishi mumkin. Anandaki yana shuningga o'xshash bir torbet hozir ismini unutib qoldim, kechiring. 10-oy ichida Jungo Kompartiyasi Tayvanga hujum qilishi mumkin dedi. Hozir bu mumkinlik. Masalan, buningda masalan Tayvanga 9-oyda hujum qiladi deganda Jin Guandiyanda bu so'zni deguvchi kishilar Tayvanda yuqori qatlamda siyosat qatlamidagi odamlarning fikri ekan. Masalan 9-oyda
Çünkü Kompartiyası Tayvan hücum kılıdı degan gapni Tayvanliklar özü aytibdi. 9. ay bilan 10. ay içinde farq yo'q. Har ikkisi bir oydan ichi degan gap bir deyli bu fikrni. Çünkü Kompartiyası 9. ayda Tayvan hücum kıldı. Endi çekinip durup fikir kılaylı. Biz ötkende sizlerge Li Moyang axbarat noktalarınınki tor film, yak video film işlevçi erbabı Li Moyang şundaq söz degeni de sizlerge yetkizdik 8. ayının 8. günü 4. umum yığın açıldı. 4. umum yığında istifa verildi deyildi vatandaş. Yani işkenceden allakaçan orunlaştırılan bir hizmet. Mesela 10. ayga kelgende çünkü Kompartiyası hükümeti, hakimiyeti ve onun harbiy kısımları Japonga karşı uruşun 80 yıllığını hatırlap intayin zor harbiy kürek, harbiy parad ötküzüldü. Bu paradga qatnashishga Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putinni taklif qildi degan edi vatandaş. Hozir siz qarab turing 9. ayda hujum qildi, 10. ayda hujum qildi. Masalan 8. ayda vazifadan ayrildi, 8. ayning 8. kuni. Ana keyin 80 yillik urushning xotirasi. Ya'ni Yapon qarshi urushning 80 yillik xotirasi o'tkazilgan harbiy parad ve Rusya Prezidenti Vladimir Putinni teklif qildi. Bir-biriga qarama-qarshi. Bunun için bizden şimdi emas, vatandaşım Prezident Donald Trump dediki, men vazife tayvatgan chaqda Jungo Kompartiyasi Tayvan hücum qilolmaydi. Endi bugun Jungoda paydo bo'layotgan ichki vaziyat iqtisodga bog'liq, tamoyil bajaga bog'liq iqtisodiy vaziyatning taraqqiyoti agar Rais Xi Jinping guruhini ve başkalarını şunu mecburlab qo'ysa, Tayvanga hücum qilish mumkinmi degan fikrda qilishimiz tamamen mümkün vatandaş. Bugün mesela Jungoda Dangdar yani nihayet zor tifliq bir şirket, to'qimachilik şirketi. To'qimachilik fabrikasi ekan, ismini Guangbiyan dedimi, shundaq bir kishi ekan, balkonga chiqibdi. Balkonda 2 qadam, u yoqqa 2 qadam, bu yoqqa mengibdi. 7-8 qavatlik bino mengibdi. Shu jarayonda bu qaror oldi. O'zini tashlab o'lib o'lish. O inson sifatida o'zini tashlab o'lib o'lish o'ng'ayga to'xtamaydi. Shunga balkonda 5 qadam, 10 qadam oldi kayniga mengibla o'zini binodan tashlab o'lib o'pdi vatandosh. Demek o to'qimachilik fabrikasining cho'ng kapitalisi Jungoluk deseniz, tam o işte beji Jungoga kelayotgan besim, iqtisodiy besim tufayli o mallarını qaçılab tashqariga yo'llayanmidi. Yoki onun kiyim-kechak bu va yoki boshqa mal besatiga yoki ishlab chiqarayotgan mahsulotiga ikkinchi bir yerda zakaz kelmidi. Uning uchun tanlab olgan bir yo'l o'lim yo'li. Açın işler vatandaş bu işler bir adamdan ustida desenizmi, butkul Jungo cemiyet hazır qaysi kunda bizden bilayotganimiz yetib kelgan xabar şu an. Yetib kelmayotgan xabar qancha buni bilmaymiz vatandaş. Hazır ahval şu derecede endi boshqa so'zimizga kelayli. Xi Jinping Tayvanga hücum qilish ehtimolligi uni ichki vaziyati balki uni zo'rlab qo'yishi mumkindir. Mesela 8. ayının 8. günü vazifeden ayrıldığan istifa verip çıkıp giden bolsa Prezident Vladimir Putin'in Jungo'nu ziyaret kılışı mı yok gap, harbiy parat mı yok gap degan gap vatandaş. Hazır nurgun göz qarashlar torbetiler Rais Xi Jinping meyli 4. umum yığında istifa versin ve başka taraftan istifa versin, istifa bergen günülla Xi Jinping taxtdan tushdi-yu, Goma Kompartiyaning üzümü ahirlashidi. Uning hukmronligimi ahirlashidi. Shundaq deyishyapti vatandoshim. Shundaq deymizda, mislsiz zo'r va mislsiz zo'r sababi hozir Jungoning Dangdar shahri Guangzhou shahri. Ya'ni Guangdong o'lkasining Guangzhou shahrida ish yo'q. İş izlep yürüyüşle matayini yok, iş yok.
İş yok, bu işte buna kanda yaşavatı degen sual derhal size gelir vatandaş. Siz şundan sual koyuyorsunuz. Lekin bundan burun işler topep, pulunu toplap, banka koyuvagan pulu bada bu halklam. Yani emgekçiler, emgek kılıp, şunçilik iş kılıp, belki şununla yaşayın. Hazırdan aytkanda Guangzhou şehrinde işleydiğen iş yok. Hem adam alaqsada, Amerika Jungo tamojna beji uğraşı dağdığılık elip berilivatuda. Tamojna bejiden çekiniş yok. Prezident Donald Trump şundaqla ölçü alıman dedi. Meyli degendek pisent kılmayman degendek dedi Jungo Kompartiyası derdini üzü biledi vatandaş. Bu haber 4. ayının 17. günü Ümit Menzil, Ümit Sadası. Andım Beijing'e çoğu vaka yüz bediye. Yani bir haber alaqı üzülüp qaldı. Beijing bilen bolğan telefon alaqı, söhbət alaqalar üzülüp qaldı. Jungo bütünlüy məğlub boldu. Amerika Tayvan diplomatik münasibət oruntudu. Bu yerdə Amerika bilen Tayvan münasibəti yani bir yetip geldi degan gap. Xi Jinping g'azablandı. Prezident Donald Trump bevosita prezident Lei Ching bilen tamojna beji to'g'risida suhbatlashdi. Mana bu gap katta gapda. Hozir Jungo tamojna beji to'g'risida Amerika Qo'shma Shtatlar bilan so'zlashiman demadi. Uchu gaplar kelyapti degan rasmiy emas. Ama Tayvan tamojna beji to'g'risida Amerika Qo'shma Shtatlar bilan so'zlashdi. Endi bu xabar deyilibdi. Amerika Qo'shma Shtatlar prezidenti Donald Trump Tayvanning prezidenti Lei Ching bilan Soda tamojna beji söhbeti ötküzüdü depti. Bunu kim? Şavli maliyesi 4. ayının 17. günü yutub. Pul muamele. Yani bir haber. Embargo. Amerika Jungo'nun umum yüzlük korshağı aldı. Jungo'nun başdan kaç yolları tosip taşlandı. Ümit Sadası TV 4. ayının 17. günü yutub. Poşkan Amerika'ya mal eksport qilishini to'xtatdi. Jungo'ning tashqi savdosi halt ko'chaga kirib qoldi. Jungo tamojna idorasi vaziyatning jiddiy ekanligini iqror qildi. Ümit Sadası 4. ayının 17. günü. Jungo'likning og'zimindaq bir so'z borki, vatandosh, agar Jungo'dan navbatda Tayvan shirkatlari chekinib chiqib ketadigan bo'lsa, haliga voy. Jungo Kompartiyasi rahbarligidagi Jungo'ning haliga voy. Hani paraz qilib bunu deyishib o'ltirishingizning hojati yo'q. Tayvan shirkatlari chiqib ketsa Jungo'dan vaqti Jungo'ning haliga voy. Poshkan degan Tayvanning dangdor shirkati. Arliqda Poshkan to'g'risida nurg'un ishlar bo'lib o'tdi. Ham buni bilan elishib boqdi Jungo Kompartiyasi Jundan qay. Hatta Tayvan'daki saylamını Poşkan arkalık özgertimemi dep baktı. Kimki bilet taşlaştı. Lanımız akmadı. Haziren Poşkan'ın bu en ahırki kaldık şirketleri bolsa gerek. İşlep çıkargan tuvar mallarını Amerika bazarıga yollamayımız digeldik. Ötken dedik o herkandak devlet, herkandak karxana, herkandak şirket teminleş liniyası boyunca Amerika'ya mı eksport kılıdı. Amerika'ya eksport qilish Poshkanning balki eng markazli xizmatlaridan biri. Markazlik savdo tijorat yo'li bo'lishi mumkin. Chunki biz davlatimiz Amerikaning bozori katta bozorda. Hozir Poshkan Amerikaga mahsulot yoki tovar eksport qilmaydigan bo'lsa, Poshkanning shirkati va Poshkanda ishlayotgan Jungolik ishchilarning taqdiri nima? Mana bu savolni qo'ymaymiz vatandoshlar. Tayvan siyaset sahası yuqori qatlam amaldorlar Jungo Kompartiyasi 9. ayda Tayvan hujum qilamdi deyishdan bosh so'zlab bo'ldi. Siyaset sahası Tayvanning yuqori qatlam arboblari. Yangonga Xi Jinpingning Sharq Osiyoni ziyorat qilishi ochliq jug'lashgan ashu filmda shundoq dedi. Ochliq jug'lashganda bu Singapurda. Bu gap tazijini to'xtamaydigan gap. Singapur'da, Kamboçya'da, Malazya'da nima açtık o vatandaş? O açtık işlep çıkardıgan devletler emez ki, bilikçilik olan, şunu olan camba kırdıgan devletler asasını, açtık işlep çıkardıgan yer zimin bombusu evladı.
Hem de Van Gog'ya nima için, Van Gog'ya nima için bundaq diye tushungili bo'lmaydi. Ona bir noktada yani bu sizi açlık jo'lash deganda urushga açlık kerak, yemek içmek kerak ekanda. Shuning uchun chiqqan bo'lishi mumkin. Amerika Tayvan diplomatik munosabat o'rnatishning qadamini tizlatmoqchi azizlar Lavrinus Twitter. Endi yana bir xabar. Prezident Trump jungolik o'quvchilarning tushini berbat qilib o'tdi. Bunun sebeplerinden nima ekanligini yozma şekilde ekanmidi, hozirmish to'rbatti kagini bo'yicha 870 ming dollar ko'pikka aylandi. Bu deganlik o'quvchilar jungoni o'quvchilarini qaytardi, vizani bekor qildi. Amerikada o'qish talablarini bekor qildi. Topshirgan 870 ming dollarni bekor qildi. Demak, bu yerda cho'sh jungoliq o'quvchilar Amerikada o'qiyman deydigan cho'sh ular uchun o'tganda Amerika tushimi, ham bularning xiyolida amaliyotida bo'lsin, ro'yobga chiqmadi, amaliyotga aylanmadi. Bu cho'ng zarba Xi Jinping uchun va siyosiy hokimiyati uchun cho'ng zarba o'quvchilarni qaytarish, chekindirish degan gap o'tadi. Hatta bu shundan qo'shilib kelgani endi jungoning kontener sanduqlarni mal bosgan yoki mal qochilgan parxodlari hozir safarga chiqishdan to'xtadi yoki dengizga chiqmadi. Okeanga chiqmadi, dengiz aylanib bu qatnashlar qaysi bir davlatga eksport qilgan malni olib borib turadigan ish to'xtadi deydi. Demak, tashqi savdo so'g'ichlash tugadi. So'g'ichlashni bir qancha qatam ishlatdik, faqat tilimiz birdikidek, birla jumla tilimiz bordikidek. Yani savdo so'g'ichlashdi hozir. Endi bu yerda biz bugun markazda qoldi. 3 noktalar qo'ydik. Tayvanning siyosiy arboblari o'tirg'i chiqib degan so'z 9-oyning 1-kuni, voy, 1 emas, 9-oy ichida Jungo Tayvanga hujum qilish mumkin. 10-oy ichida Jungo Tayvanga hujum qilish mumkin. Boshlarni talqin qilib bo'ldik. Yani shunday bir savol qo'yib qo'yaylikki, vatandoshlar, bu shunday hujum qiladi degan so'zning o'zi konkretlik ega emas. Bu faraz va qiyos ichidagi bo'layotgan balki asosi bo'lishi mumkin. Yani Tayvanlik siyosiy arboblar bunday degan bo'lsa, buning asosi bo'lishi mumkin. Endi biz shuning qaraylik, 9-oy, 10-oy men dedim, bir oy ichidik ish dedim. Jungo agar 10-oy, 9-oy mushu vaqtni Tayvanga hujum qilish uchun tanlab olgan bo'lsa, bu yerda bir o'yin bor vatandosh. Nima o'yin bor desangiz, mush 9-oy, 10-oy ichida Jungoga munosabatlik Jungo qabul qila olmaydigan, balki intayin sezgir bir siyosiy vaqa o'tirg'i chiqishi mumkin vatandosh. Shunlashqa Jungo Kompartiyasi 9-oyda Tayvanga hujum qilishni, 10-oyda Tayvanga hujum qilishni tanlab olgan bo'lsa, Jungoga munosabatlik o'tirg'i chiqadigan intayin siyosiy masalani sezgir masalani çalgıtış. Dünya cemaat fikrinin onunla merkezleşini tarqaqlaştırıb bitiş. Yaki şu siyasi sezgürlük bilen ifadelengen vaka o'ttirib chiqsa, onun için dünyanın bunun köngül biliş yollarını yaki ideologiyalik cemaat fikriga aylandırış yollarını to'sib bitişdilar. Çünkü Kompartiyasi 9 ayda ve belki 10 ayda Tayvanga hujum qilish yo'lini tanlab olgan bo'lishi mumkin vatandoshlar. Biz bu qatam Sharqiy Janubiy Osiyo yo'llari va yoki davlatlariga ziyorat berishi Rais Xi Jinpingning Vyetnam sana nima ish qilib beradi? Kambodsha sana nima ish qilib beradi? Malayziya. Jungo shu aytganda Jungoning yo'li bilan aytgan vaqtda bir dadi. Bir cho'ng atrofga o'xshaydigan kichik bir davlat. Bu yerda nima? Ko'z. Yani sen tamojni beja qo'yding, Amerika men menda ittifoqdoshlarni topa olayman deyapti. Men ittifoqdoshlar bilan birlashib sen qarshi tura olayman deyapti. Bu emas, bu gap emas. Andishinada vatandosh. Tunugillatin shuar to'g'ligan Jungo, insoniyat o'rtaq gavdasi. İnsaniyat o'rtaq gavdasi qurib chiqamiz degan Jungo bugun insoniyat yoki g'arbiy yerim shardan qo'g'lab chiqarildi desangiz bo'laverdi vatandosh. Hozir Yevropa ittifoqiga o'tirdik, talash-tortishlar yana cho'ng qurilishib, yuzaklashib, boshlanib to'xtab kelyapti.
Yevropa İttifaqını gavda qilganda bugungi kunda tamojni beji orqali oxirigacha siptida Jungo hozir g'arbiy yarim shardan qo'g'landi. Endi Atay Latin Amerikasida qo'g'landi Panamaga munosabatli. Bu tarafda uning bir yo'l bir belbog' siyosati aqmaydi. Sharqa Janubiy Osiyolarda bir belbog' bir yo'l siyosati nima uni bilmaymiz. Chunki bu to'g'rida nurg'un materiallar yo'q. Ama O'rta Osiyoga kelgan vaqtda bir yo'l bir belbog' siyosati faqat O'rta Osiyoda qilib qolgan gap ekanlar. Hozir Istiqlol TV'ning xabariga asoslanganda bugunlardan O'rta Osiyodagi 5-6 davlatni chaqirib yig'inga qo'yib, bir yo'l bir belbog'ni xulosalab qo'yib fikr qilib turib, maqsad bu emas. Maqsad bu emas. Atrofdagi davlatlarni tim tutish. Atrofdagi davlatlarning muqimligini qo'g'dash, atrofdagi davlatlarning orlishish kuchi va orlishish iqtidori bo'lsa ojizlashtirish va yoki kontrol qilish. Sabab 9-oy, 10-oy Tayvan hujum qiladi dedi u. Bundan boshqa yana hozir sen dunyodan qiqilayotganda atrofdagi davlatlar, qo'shni davlatlar, O'rta Osiyodagi 5 davlat, Sharqiy Janubiy Osiyodagi 3 davlat, 8 davlat o'zining atrofini qo'roqdash yoki bu yerda bir qo'roq yasash degandek o'zini shuning ichiga qo'yib bir gavdaga aylantirish, qisqasi mudofaa ko'rish degandek mushu nuqtada qiliq qilyotidi degan gap atanlar. Hozir gap O'rta Osiyo davlatlari yig'ilashdi, xuddi Dadijon, Shodijonlarni yig'ib, Mahvodi yig'inashgandek, tunagan Olmaotada yig'ina chiqdi vatandaş. Demak, dollar, ularning yanchiqqa kirgan dollar, ular sanayotgan dollar, shuning uchun mushunda yig'in desa yig'in keladigan, ketangli desa ketadigan, o'zining davlat xarakterini unutib qoladigan, davlat marshi tovlagan bir davlat ekanligini unutib qoladigan nima gap? Jungo Kompartiyasi seni yig'inga chaqirib, yig'inga tashkillab shuni da'vatgan bo'lsa, ya sen Jungo Kompartiyasining bir o'lkasi bo'lmasan, ya bir avtonom rayoni bo'lmasan, faqat bir yo'l, bir belbog' asosida hajlagan dollardan boshqa sening Jungo degan, Xitoy degan bu millat va bu partiyani aldirashganda majburiyating yo'q O'rta Osiyo davlatlari. Demek yani ben başta Arlaqda ağayışki cümle sözgü münasebetleştirsek 9-10 ayda neymi iş var? Jungo'ga münasebetlik. Aşı vaziyet aldı da hem O'rta Osiyoni qo'roqchi bakka aylantirish, shundaqla Sharqiy Janubiy Osiyoni qo'roqqa aylantirish, Jongyang Xitoycha aylantirish, shu orqali ikki beqanada ikki rayonni ching tutib turish. 9-10 ayda Xitoy andish qilgan, qo'rqadigan qanday o'zgarish bor dunyoda. Shuning uchun hozir Tayvan hujum qilishdan iborat vasvasa va shuorni o'tirg'i chiqargan, o'zi chiqargan bo'lishi mumkin vatandosh. Bugungi tahlilimiz mana shunchalik vatandosh.